yaptı. Ataşa beraman. Ama yo'q, yaxshi. Chiqdik samolyotga. Xudo xolasa mana mashhurdan bilan ketdik. Salovatlarimiz bo'lsin. İnşallah barchalarimiz mana shu joyga qadar bosib kelgan qadamlarimizga hasanat, ajr savoblar yozib, bilib bilmay qilgan gunoh, ma'siyatlarimizga kafforat bo'lishligini Allohning o'zi nasib ro'za aylagan bo'lsin. İnşallah hozirda mana Alloh taolo sizni odatda mana avtobuslar boshqalarning chiqqaninglarda Madinadan Makkaga, Makkadan Jiddadan Madinaga, Makkaga shunaqangi olib borgan vaqtlarda hojilardan hadiya berishda bo'ladi. Agar O'zbekistonliklar bo'lsa ham bo'ladi. Bizga sababchi bo'lib qoldi. Shu yerda o'zinglar shofirga berib tursanglar ham bo'ladi. Endi hozir hech kimda bu arab puli yo'q. Qo'linglarda o'zbek puli bo'lsa ham 5 so'mlar berib qo'ysanglar, ixtiyoriy, majburiy emas. Kimda bo'lsa bu muammolarni bersanglar, bular ham xursand bo'ladi. Umid turishadi. Oyligiga joy katta emas deb eshitganlar. O'zinglar kelinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozir mana 11-oktyabr kuni yo'lga chiqqan ziyoratchilarimiz juda muborak shahriga yetib kelishdi. Inshaalloh hozirda mana barchalarimiz birgalikda Madina Munavvaraga qarab yo'l olyapmiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana hoji onalarimiz bilan birgalikda Madina Munavvaradagi gastisamizga yetib keldik. İnşallah bir qancha daqiqadan keyin kechki ovqatlarimiz tayyor ekan, ovqatlanib xonalarimizga joylashamiz inshaalloh. Kiraya ne? Söyledim ben. Isma yaptım ayak izi. Yaxshi mı? Aslında kiyish kerak edi.
İnternet. İşlemeydi bak. Yetti az bilib oladigan narsani sizlarni bilib olinglar. Mana bu to'g'rida 5-eshik. Darvozani shuni yodlab olaylik. 365-darvozadan chiqishingizda to'g'ri birinchi, ikkinchi gazetasidan chapga kirishingizda o'ng qo'ldagi bizniki. Ikkita gazetadan o'tib, birinchi oldida gazeta, bundan keyingidan ham o'tasiz, keyingisi bizniki. Inshaalloh 3 daqiqalik yo'l 365-darvoza kirdi chiqdi. Ana shu joydan esinglarda qolsin, son bo'ladi. Juda oson kelib ketishga. 365 dan. Hozir ichkariga yuraveramiz. Mononni olamanda qimirlamaydi, qo'lingizni qimirlab ketadi. Hurmatli aziz hoji onalarimiz, Alloh taologa beadad hamd va sanolar bo'lsinki, shunday muborak joylarga kelib ibodat qilishlikni nasib qildirib turibdi. Va yana payg'ambarimiz alayhissalomga durud va salovatlarimiz bo'lsinki, mana shu dinimiz yo'lida qanchadan qancha mashaqqatlar chekib, mana shu biz qilmoqchi bo'lib kelgan ibodatimiz, haj, umra ibodatlarini o'zi amalda go'zal bir holatda ko'rsatib bergan Rasululloh alayhissalomga durud va salovatlar. İnşallah Allah Teala siz o bizlerge nasip kıldirdi. Medine-i Munavvara, nurlangan shahar. Yani Kur'an ayetleri bilan nurlangan bir shaharga kelib, Rasululloh alayhissalomning huzurlarida ibodat qilishlikdek ulug' bir ne'matni berib turibdi. Bu joy aytiladiki, Allah Teala'nın en suygan joyi deyiladi. Chunki agar Robbim Medine-i Munavvarani yaxshi ko'rmaganida edi, o'zining eng suyukli habibi Rasululloh alayhissalomni bu joyga ravo ko'rmagan bo'lardilar. Qanchadan qancha ulug' sahobai ikromlarni ko'rgan shahar. Payg'ambarimiz alayhissalom Makka-i Mukarramada yashab yurgan vaqtlarda nubuvatning 13-yillarida Makka-i Mukarramadan Madinaga hijrat qilib kelganlar. Ana shu vaqtlarda Madinaga hijrat qilib kelganliklaridan keyin ilk islom davlati Madina-yu Munavvarada qurila boshlagan. İlk islom davlati Madina-yu Munavvarada qurila boshlagan. Mana shu qarshimizda turgan yashil gumbazning ostida butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambar Rasulimiz alayhissalomning qabri shariflari ana shu joyda. Yonlarida Hazrati Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar roziyallohu anhu bilan qabrlari ana shu joyda joylashgan. Inshaalloh Alloh taolo sizni bizlarga nasib qildirib, mana shu joyga kelgan ekanmiz. Eng avvalo bu joyda qiladigan ishlarimizning eng afzali payg'ambarimiz alayhissalomning masjidlariga kirib, Masjidul Nabaviyda ibodat qilishligimiz, ana shu joyda namoz o'qishligimiz, payg'ambarimiz alayhissalomga salovatlarni aytib, ko'proq vaqtimizni mana shu Masjidul Nabaviyda o'tkazishligimiz biz uchun eng afzali foydalisi bo'ladi inshaalloh. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytganki, kim meni masjidimda bir namoz o'qiydigan bo'lsa, boshqa oddiy masjidlarda o'qilingan namozlarda savobi 1000 barobardan-da yaxshiroqdir deganlar. Ana shu uchun imkon qadar mana shu joyda 2 rakat bir namoz o'qiydigan bo'lsangiz, boshqa oddiy masjidda o'qilingan namozlardan ko'ra savobi 1000 barobardan-da yaxshiroq. Ana shunday
ulkan ajrlarga, savoblarga erishgan bo'lamiz. Va yana biz bu joyga kelgandan keyin shuni his qilishligimiz kerakki, kimning yoniga keldik? Payg'ambarimiz alayhisalom qanday bir zot bo'lganlar, qay darajada taniymiz? Mana yo'lda kelyapman aytdim. Oysha onamizning haqqiga qilgan duolari haqida. Oysha onamizga, ey Oysha, siz bugungi kunga qadar qilgan gunohlaringiz va keyin qiladigan gunohlaringizni Robbim o'zi kechirsin deb duo qilganlarida Oysha onamiz juda xursand bo'lib ketgan ekanlar. Shunda payg'ambarimiz aytdiki, ey Oysha, siz xursand bo'ldingizmi? Ya Rasululloh, meni haqqimga shunday duo qilasiz-ku, xursand bo'lmaymanmi deganlarida, ey Oysha, men sizni haqqingizga bugungilik kunda duo qilib turgan bo'lsam, ummatimning haqqida har kun har namozlarimda duo qilaman dedilar. Ana shunday bizlarga mehribon bo'lgan zotni huzurlariga keltiribmiz. Payg'ambarimiz alayhisalomga mana shu joyda ko'plab salovatlarda aytib qolaylikki, Madina Munavvarada payg'ambarimiz alayhisalomning huzurlarida turib aytilgan salovatning fazilati boshqa. Aytiladiki, kim bir kunda 100 marotaba salovat aytadigan bo'lsa, oxirat diyoridan 70 ta mana shu yashab turgan dunyoyimizdan 30 ta hojatimizni Alloh taolo ravo qilar ekan. Bitta hojatimiz ravo bo'lishligi uchun vaqt bemahal qanday holatlarga tushamiz? O'zimizni o'qib ko'ramiz, cho'p ko'ramiz, har qanday holatlarga tushib ko'ramiz. Bu tarafda mana Payg'ambarimiz alayhisalomga salovatlarni aytib, istig'forlarni aytib, tavbalarni qiladigan bo'lsak, inshaalloh mana shu o'zimizni o'ylab yurgan ishlarimiz qanday bitib ketganini o'zimiz ham bilmay qolamiz. Bu joyga kelganligimizdan keyin albatta shuni his qilishligimiz kerakki, Alloh taoloning huzuriga kelgan bir ojiz qulmiz, xolos, boshqa narsa emas. Yelkalarimiz to'la gunohlar bilan keldik. Kim Madina Munavvaraga keladigan bo'lsa, Rasulimiz alayhisalomning mehmonlari hisoblanadi. Makka mukarramaga boradigan bo'lsa, Alloh taoloning mehmonlari hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisalomning mehmoni ekanmiz, o'zimizni ana shunday holatda tuta bilishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadiki, kim Rasulimiz alayhisalomning ziyoratiga keladigan bo'lsa, kim menga salom yo'llaydigan bo'lsa, Alloh taolo menga ruhimni qaytaradi va men unga alik olaman degan. Payg'ambarimiz alayhisalomning huzuriga kelgan odam ziyoratiga hayot vaqtida qanday hurmatda bo'ladigan bo'lsa, ana shunday holatda hurmatda bo'lishligi kerak bo'ladi. Inshaalloh mana shunday narsalarga e'tibor bergan holatda mana shu qarshimizda o'ng tarafimizda turgan ularning orqalarida ana shu setka bilan o'ralgan joy Jannatul Boqiy, Baqiya qabristoni deyiladi. 10 mingdan ortiq sahobalar, Payg'ambarimiz alayhisalomning ahli ayollari, farzandlari, Payg'ambarimiz alayhisalomning ammalari, amakilari, bir qancha juda ko'plab ulug' zotlarning qabrlari ana shu joyda joylashgan. Inshaalloh erkaklarda kirib chiqishlik imkoniyati bo'ladi, ayollarga ruxsat yo'q. Masjid-i Nabaviyda namoz o'qiganinglarda, tilovat qilganinglarda ana shularning haqlariga ham duolarni qilib qolinglar inshaalloh. Alloh taolo jannatda hayotlarini o'zlaridan eshitishlikni bizlarga nasib qilsin. Bizi dinimiz yo'lida qanchadan qancha mashaqqat chekkan insonlar juda ko'plar, 10 mingdan ortiq sahoba Payg'ambarimiz alayhisalomdan to'g'ridan to'g'ri ilm olgan zotlarni qabrlari ana shu joyda joylashgan. Va yana bu joyda o'tadigan har bir daqiqamizni g'animat bilaylikki, aytiladi, kimki bomdod namozini jamoat bilan o'qib, namoz o'qigan joyda qolib toki ishroq vaqtigacha, zuho vaqti deb qo'yadi, ichkarida soatlarni ham yozib qo'ygan, ana shu vaqtgacha o'tirib tilovati Qur'on, zikr, salovat, tasbihlar bilan band bo'lib, zuho vaqti kelganida 2 rakat zuho namozini o'qib qaytadigan bo'lsa, dengiz ko'piklari qadar gunohlari ko'p bo'lsa deyiladi, gunohlari kechiriladi deyiladi. Ana shunday vaqtlarda g'animat bilib, Alloh taolodan so'rab, tinimsiz tavba istig'for iltijolar bilan mana shu joyda Payg'ambarimiz alayhisalomga ko'plab salovatlarni aytib, duolarni qilib qolaylikki, inshaalloh oxiratda Rasululloh alayhisalomning shafoatlardan nasibador bandalarning qatorida qaytishlikni Alloh hammalarimizga nasib qilsin. İnşallah biz mana shu joyga kelgan ekanmiz. Qarshimizda yashil gumbaz turibdi. Ana shuni ostida aytyapti Payg'ambarimiz alayhisalomning qabri shariflari. Xo'p, u joyda mana shu tarafdan yurganda salom eshigi bor. Ana shu joydan erkaklar bilan kirib, Payg'ambarimiz alayhisalomning qabrlarini qarshida go'zal holatda qo'ygan joy bor. Payg'ambarimiz alayhisalomning qabrlari yana anaga boramiz. Erkaklar bilan kirib salom berishning imkoniyati bor. Assalomu alaykum yoki bo'lmasam assolatu alaykum. Chunki salovat bilan aytilgan salomning fazilati yanada boshqa. Assolatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Assolatu vassalamu alayka ya Habiballoh. Assolatu vassalamu alayka ya xayru xalqillah. Juda ko'pchilik mana shunday salomlarni yo'llab, undan keyin yonida turganlari Hazrat Abu Bakr Siddiq. Hazrat Abu Bakr Siddiq shunday eslanadiki,
xalifata Rasulillah. Rasulullohning xalifalari deb esladi. Esinglarda qolmasa arabchasi assalomu alaykum yo Rasulullohning xalifalari. Yonida Hazrati Umar ibn Hattob Amirul Mu'minin, eng odil amir deb hisoblanadi, aytib eslanadi. Assalomu alaykum ya Amirul Mu'minin Umar ibn Hattob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlarga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin. Mana shunday deb salomlarimizni yo'llaymiz. Sizlar ham mana Saudiya hukumati umuman qabristonga kirgizmaydi. Baqiya qabristoniga ham Payg'ambarimiz alayhisolamning ham qabrlarining yonidan o'tamiz. Ana shu joyga kirib namozlar, salomlarni yo'llab erkaklar chiqib ayollarni kirgizmaydi. Ravza boshqa joy. Biz o'tadigan joy qabrlarning oldi. Ana shu joyga borganimizda hozirgidaqa hoji akalarimiz bilan birgalikda salomlarni yo'llab chiqamiz. Va yana kim sizlardan salom yo'llagan bo'lsa, albatta inshaalloh borib salomingizni yetkazaman deb kelganlarimiz juda ko'p. Omonat ismi esinglarda qoladigan bo'lsa, falonchining o'g'li falonchi sizga salom yo'lladi, falonchining qizi falonchi sizga salom, yo bo'lmasam o'zini ismi bilanmi, ana shularning salomlarini qabul qiling yo Rasululloh. Yoki bo'lmasam esinglardan chiqib qolsa, boshqa bo'lsa, mendan sizga kimlar, qaysi ummatlaringiz salom yo'llagan bo'lsa, barchalarning salomlarini qabul qiling yo Rasululloh deb salomlarimizni yo'llab inshaalloh ana shunday holatda erkaklar bilan chiqamiz. Hoji onalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu yashil gumbazning to'g'risiga kelib, mana ma'da odamlar o'tiribdi. Kechasidan o'tirib payg'ambarimizni qabrlariga qarab salovat aytib chiqadiganlar bor. Soatlab o'tiradiganlar bor. Bo'sh bo'lgan vaqtlarda kelib payg'ambarimiz alayhisolamning yashil gumbaz to'g'rimizda. Hattoki muftiy hazratlarining mana shu yashil gumbazda o'tsa, narrog'ida turib, to'g'ridan to'g'ri salomlarni yo'llaganlar. Hech qanaqangi ixtirof yo'q. Mana shu ro'parasiga kelib salomlaringizni yo'llaysiz. Inshaalloh payg'ambarimiz aytgan ravzaga ma bayna bayti minbari rawdatun min riyadil janna. Meni uyim bilan minbarimning orasida bir jannatdan bir bog' bor, jannatdan bir parcha bor deganlar. Inshaalloh ana shu joyga ertagalik kunda o'z alohida ruxsatnomalar bilan kiradigan bo'lib qo'ygan. Ana shunday holatda kirib chiqamiz. Alloh nasib qilsa ana u joyda masjidning bir qismi masjid, ana shu joyda namozlarni o'qib inshaalloh birgalikda ibodatlarni ana shu joyda namozlarni o'qib Alloh taologa duolarni qilib qaytamiz. Bu joyda majburiy bir duo yo'q, uni ketishlardan oldin ham tushuntirib qo'yamiz. Mana shu joydagi asosiy narsamizni bilib olaylik, imkon qadar Masjid-i Nabaviyda ko'proq vaqtimizni o'tkazaylik. Va yana bu joyda bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri, aytarli har namozlardan keyin janoza namozi uchrab turadi. Ayollar imom bilan namoz o'qimagan, buni bilmaysizlar. Imomga iqtido qilgan, misol bomdod namozida 2 rakat farzini o'qishlikni niyat qildim, imomga iqtido qildim, xolis Alloh uchun Allohu akbar. Ana shunday holatda imomdan keyin harakat qilgan holatda imom bilan birgalikda namoz o'qiysizlar farz namozlarni. Chunki Madina-i Munawvarada, Makka-i Mukarramada mana shunday muborak shaharlarda fazilatidan bebahra qolmaslik uchun ayollar ham imom bilan birgalikda namoz o'qiydi. Erkaklarimiz endi bilamiz, har namozdan keyin o'zini tilida e'lon qiladi. As-salatu alal amwati va la yarhamkumulloh. Shunga o'xshab erkak mayit bor, ayol mayit bor, bola mayit bor deb ana shunday holatda e'lon qiladi-da, janoza namozlarini ham o'qib olaylik, chunki kim bir mo'min musulmonning janozasida savob umidida qatnashadigan bo'lsa va uni ko'milishida qatnashadigan bo'lsa, dafn marosimida 2 qiyrot savobga erishibdi deyiladi. Faqatgina janoza namozida o'ziga qatnashgan odam 1 qiyrot savob. Misli Uhud tog'ichalik. Alloh nasib qilsa ertaga borib ko'rasizlar, juda ham bir ulkan ajrga erishgan bo'ladi. Ana shunday holatda janoza namozlarini ham qo'shilmasdan, bular faqat bir tarafga salom berib qo'yadi. Bularning mazhabi boshqa, Hanbaliy mazhabi. Biz o'ng tarafga berib, chapga ham salomlarimizni berib, o'zimizning mazhabimizga ko'ra inshaalloh namozni tugatib qo'yamiz. Hozir hoji akalar, hoji onalar birgalikda kirib, 2 rakatdan nafl namozlarini o'qib, keyin chiqib payg'ambarimiz alayhisolamga erkaklar bilan birgalikda kirib salomlarni yo'llab qaytamiz inshaalloh. Xo'p, ertaga ziyoratga chiqqanda yana qolgan boshqa tushuntirish kerak bo'lgan narsalarni birgalikda tushuntirib chiqamiz, xudo xolisa. Rahmat. Hozirda birgalikda yuraylik-da. Ayollarning namozxonasini ham ko'rsatamiz, yonida erkaklarniki. Namozni o'qiymiz, hammamiz birga chiqamiz. Bugun birga chiqib pul maydaladigan joylarni ko'ringlar, sumkani oladiganlar olinglar, xotirjam bo'lib ertadan hamma ibodatlarni mana shu tarafga qaytaveramiz, to'g'ri, shu taraf bilan. Hozir xufton namozini o'qimadinglar, o'zimiz o'qib olamiz. Boshqa payt jamoat bilan o'qiramiz. 4 rakatli farz namozlarni qasr qilib o'qiymiz. Yuraveringlar, to'g'ri. Machchaka bilan yuraveramiz. Habib böyle çiğ. Zavayı
da na minara da kes konutte azur inna bile davranınca Nasibini o'rab qo'ygan joyga kirib ketmaylar. U orqa eshikdan chiqarib yuborishi mumkin. Sal orqaroqqa yurib turib, xohlasanglar masjidning ichida, xohlasanglar tashqi maydonida yotib qo'ygan bo'lsa, 2 rakatdan tahiyotul masjid, 2 rakatdan namozlarni o'qib, xufton qilmadan hech nima xufton namozini o'qiymiz. Inshaalloh namozni o'qib oliblar hammamiz mana shu eshik oldida ko'rishamiz. Bugun ko'pchilik charchagan. Namozni o'qiblar tezroq kelaveraylik. Qaytib borib, pullarni maydalab, simkart olaman deb boshqa degan hammasini ishlab to'g'rilab turib, keyin inshaalloh ertadan bemalol chiqib olamiz. Hozir qaytib berganingizdan topolmay charchaganingizdan qiynalmang. Hammanglar iltimos, ayollar bitta joyda namoz o'qinglar, bitta turib kelib mana shu joyda ko'rishamiz. O eshik nomeri 355 ekan mana ko'rdinglar-a? O'zmoq yo'lda pishagan joy. Mana shu cheka bilan o'tib ketaverasizlar. Biz hoji akalar bilan namoz Kelyapsizmi? shu yerda ko'rishamiz. Shu yerda bo'lsuringlar, iltimos. Ayollar hamma billa yurib, billa chiqing. Yosh kattalarga e'tibor beraylik, iltimos. Yana kelyapti-da odam. Ularga ham tushuntirib qo'yaman. Nereden namoz okuyorlar? Hop, hoji aka, masjidni oldi qismi erkaklarni. Orqada ayollar, jamoat oldida erkaklar turadi. Burası dua. Bu ne yukarı? Yüzde anaga bular da kirseyim canımız olur. Namaz qilib o'qiladimi? Faqat farzlilar qasr qilib o'qiladimi? Ha, oyoq kiyim Yechamizmi ayak? Bismillahirrahmanirrahim. Bu oddiy masjidmi bu endi? Bu oddiy masjidmi? Payg'ambarimiz alayhissalom masjidlari, Masjidun Nabaviy. Yo, hali nima qani haligi qabrlari? U yoqqa salomga endi kiramiz. Biz mol chekasi bir chekasidan kirdik. Bir chekasidan kirdik. Hozir ayollarning namozxonasiga yaqin bo'lsin deb shunga olib keldik. Boshqa payt xonaga eshiklardan kirib chiqaverasizlar. 2 etajmi? 2 etaj, tomi bor. Tomi bormi buni? Tomi ochiq, tomi ochiq. Tomi bor. Mo'ralari jilib ochiladi. O'rta endi. Kubba jiladi. Hozir qabr nariyadami menimcha? Bu yoqda. Bu tomondami? Boqar. Bu masjidning eni. O'rtasida payg'ambarimiz alayhissalom qabri. Ba'da hoji akalar birinchi 2 rakatdan tahiyotul masjid. Tahiyotul masjid so'zi eslardan chiqib qolsa nafl namoz deb o'qiydilar. Hop. Yaqin joyda.
Ha. Kim bo'lsa ol dedi. Andijonda Bo'satning qabristoni oldida. Qarang, chiroyli yo'lda o'zi. Ekosak. Qani ayollar chiqishibdimi? Joyga chiqardi-yu, nimaga biz bu yoqqa ketyapmiz, tushunmadim. Qarang. Chiroyli, qarang. Kun qaytgan ekan baribir, ha? Bu ikinci kere siz misiniz? İkinci kere siz mi? Birinci. O'sha yerda muzey bor, o'sha yerda. Zamzam degan masjidda o'sida. O'sha yerda islom anaqasidan tarqalgan nimasi muzeysi bor. Ertaga nima bo'lsa kiraman o'sha yerga 40 liyarga. 40. O'sha yerda edi. Shu tomonda bor. Vaqtida qanday bir hurmatda bo'ladigan bo'lsa, ana shunday bir holatda hurmatda bo'lishligimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom aytganlarki, kim menga salom yo'llaydigan bo'lsa, Alloh taolo menga ruhimni qaytaradi va men unga alik olaman degan. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalomga biror bir soniya bo'lmasa kerakki, u zotga salovat, salom yo'llanmagan. Ya'ni oddiy insonlarda bu qabrdagi hayotiga o'xshamaydi, payg'ambarimiz alayhisalomniki boshqacha. Ana shu uchun hayot vaqtida qanday bir o'zimizni tutishligimiz kerak bo'lgan bo'lsa, ana shunday holatda hurmatda kirib, ba'zi birlarni ko'rib qolamiz, qo'lni ko'tarib olib, mashina qilib salom berganga o'xshab, unaqa emas, kirib ko'ksimizga qo'limizni qo'yib inshaalloh qabrlarning qarshisiga qarab, to'g'risida salomlarimizni yo'llab, birgalikda qaytib chiqib, qiblaga qarab, Alloh taolodan so'raylikki, Rasulimiz alayhisolamning shafoatiga erishgan bandalarning qatorida bo'laylik deb duolarni qilib, inshaalloh keyin qaytamiz. Amin. Hozir yo'llab qo'y degan bo'lsa, ulgurmaysizlar, hayajonda boshqada. Rasululloh mendan qaysi ummatlaringiz salom yo'llagan bo'lsa, barchalarini salomlarini qabul qiling deb bugun chiroyli salomni yo'llab chiqarlar. Ertadan kuniga necha marta kirsanglar, kirib salomlarni yo'llab chiqarasizlar inshaalloh. Inshaalloh. Bugun ofiyat qilamiz. Kimlar salom yo'llagan bo'lsa